Assalomu alaykum qirg'iz elim. Men Qilmegir Davletov. Bugungi videom sizlarga qiziqchi bo'ladi degan o'ydaman. Bugungi videom shaytonlar karnavali turali. Videoda Argentinada o'tkazilgan tunduk boshidagi yil sayin 9 kun bo'yi shaytonlarning karnavali o'tkazilganini ko'rsangizlar bo'ladi. Chınlığında bunday tan qalışlı iş-charalardan katılışçıları cereneni daqtashadi. Bu kundu erkekler kütüp atayın kiyimleri tiktirishadi. Bu karnavalga ayollar qatnashmaydi. Se cose uno por uno. Hay diablos que están cosiendo un año entero. Tenés distintos tipos de trajes acá. Tenés los caciques, los que tienen plumas. Acá son gitanas, no diablas.